Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, qadrli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-21-iyundagi Maktabgacha maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 231 sonli qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-dekabrdagi Maktabgacha maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi 867 sonli qaroriga muvofiq Samarqand viloyati pedagog mahorat markazida maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish bo'yicha bir qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2025-yildan boshlab 100 soatlik o'quv dasturlari asosida pedagogik mahorat markazida 5 yilda kamida bir marta hamda kasbiy rivojlanish kuni va soati, metodik mahorat kuni va soati tadbirlari asosida pedagog xodimlarning metodik kunlarida uzluksizlikni ta'minlashga qaratilgan ish joyida malaka oshirish tizimi yo'lga qo'yildi. Joriy yilda viloyatdagi 1236 ta umumta'lim maktablaridagi 61536 nafar, 762 ta maktabgacha ta'lim muassasalaridagi 11170 nafar pedagog xodimlardan 12315 nafari rivojlantiruvchi va yuksaltiruvchi o'quv reja va dasturlari asosidagi 100 soatlik malaka oshirish kurslariga jalb etilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, umumta'lim maktablari direktorlarining 250 nafari menejerlik o'quv kurslarida malakasi oshiriladi. Malaka oshirish kurslarining o'quv reja va dasturlari zamonaviy ta'lim andozalari asosida Britaniya kengashi hamda Nayl universiteti bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. Dars jarayonlariga markazning ilg'or tajribaga ega professor o'qituvchilari jalb etilgan. Maktabgacha maktab ta'limi tashkilotlarida pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va kasbiy mahoratini oshirish uchun bir qator metodik tadbirlar o'tkazilmoqda. Quyida ularga to'xtalib o'tamiz. Sohaga tegishli me'yoriy hujjatlarda kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soati tadbirlari bosqichma-bosqich amaliyotga kiritilishi rejalashtirilgan. Shunga muvofiq, mazkur metodik tadbirlar joriy yil yanvar-fevral oylaridan aniq fanlar, ya'ni matematika va informatika, tabiiy fanlar, ya'ni fizika, biologiya, kimyo, geografiya hamda boshlang'ich ta'lim va xorijiy til yo'nalishlarida amalga oshirilishi boshlandi. Kasbiy rivojlanish kuni tadbirlarni tizimli tashkil etish maqsadida har bir yo'nalishda 45 tadan tayanch maktab va 48 nafardan mentor o'qituvchilar belgilandi. Mentor o'qituvchilarni ilmiy metodik qo'llab-quvvatlash hamda jarayonga doir o'quv metodik materiallar bilan ta'minlash Singapurning Marshall Cavendish Education xalqaro tashkiloti ta'lim maslahatchilari, Avloniy nomidagi pedagog mahorat milliy instituti, viloyat pedagog mahorat markazi professor o'qituvchilari, metodistlari hamda har bir fan yo'nalishidagi master trenerlar bilan amalga oshirilmoqda. Kasbiy rivojlanish soati tadbirlarini tashkil etish uchun tegishli fan yo'nalishlari kesimida maktablardagi tajribali o'qituvchilardan 5020 nafari saralab olindi va ularga yetakchi o'qituvchi sifatida tizimli metodik yordam ko'rsatilmoqda. Tadbirlar davomida viloyat umumta'lim maktablarida matematika, informatika, fizika, biologiya, kimyo, geografiya, boshlang'ich ta'lim va xorijiy til fanlaridan dars berayotgan 26043 nafar o'qituvchilarga yetakchi o'qituvchilar tomonidan zamonaviy o'qitish metodikalari o'rgatildi. Kasbiy rivojlanish kuni tadbirlari oyning 1 va 3 haftasida 3 soatdan 36 soat, kasbiy rivojlanish soati tadbirlari esa oyning 2 va 4 haftasida 3 soatdan 36 soat, jami 72 soatlik o'quv dasturlari asosida amalga oshirildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarning kasbiy rivojlanishi uzluksizligini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ularning kasbiy bilim, ko'nikma mahoratini muntazam oshirib borish va ta'lim-tarbiya jarayonini yaxshilash maqsadida joriy yil fevral oyidan boshlab metodik mahorat kuni va metodik mahorat soati o'tkazish yo'lga qo'yildi. Buning uchun 34 ta tayanch maktabgacha ta'lim muassasasi belgilandi hamda 2 nafar master trener va 34 nafar mentor trenerlar
tayyorlandi. Ular orqali metodik mahorat tadbirlariga 764 nafar yetakchi tarbiyachilar va 10.838 nafar tarbiyachilar qamrab olindi. 2024-25 o'quv yilida umumta'lim maktablari pedagoglari uchun 18 soatlik dasturlar asosida 15 ta qisqa muddatli kurslar tashkil etildi. Ushbu kurslarda umumta'lim maktablarining 457 nafar o'qituvchining zamonaviy o'qitish metodikalari va ta'lim sifatini oshirishga doir ko'nikmalarini oshirishga erishildi. Shuningdek, maktabgacha va maktab ta'limi xodimlariga uzluksiz metodik xizmat ko'rsatish, qiyin o'zlashtiriladigan mavzularni tushunish hamda ta'lim sohasidagi yangiliklar bilan tanishtirish maqsadida respublika miqyosida 19 ta, viloyat miqyosida 89 ta, tuman miqyosida 85 ta, jami 193 ta o'quv amaliy seminarlar, raqamli texnologiyalar vositasida respublika miqyosida 27 ta, viloyat miqyosida 69 ta, jami 96 ta vebinarlar hamkor tashkilotlar bilan birgalikda tashkil etildi. Mazkur tadbirlarga viloyat ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan 35452 nafar pedagog jalb etildi. Umumta'lim maktablari pedagoglari uchun o'quvchilarda 21-asr ko'nikmalarini shakllantirish va darslarni 4 ga tamoyili asosida tashkil etishga doir mahorat darslari viloyatdagi 330 ta maktablarda o'tkazildi. Joriy yil aprel oyida yangicha yondashuv, ya'ni Pedagogik mahorat markazi professor o'qituvchilari va xodimlari tomonidan viloyatdagi ta'lim muassasalarida metodik impuls va tajriba safari loyihasi amalga oshirildi. Loyiha doirasida 5E va 3C+1E yondashuv asosida darslarni tashkil qilish mavzusida 23 ta seminar, 10 ta webinar, 2 ta qisqa muddatli kurs va 63 ta mahorat darslari tashkil etildi. Bundan maqsad viloyatdagi ta'lim muassasalari pedagog xodimlariga metodik yordam ko'rsatish bilan birgalikda markazning professor o'qituvchilari va xodimlarining maktab o'quvchilariga dars o'tishi orqali pedagogik muammolar va ehtiyojlarni o'rganish etib belgilandi. Umumta'lim maktablari pedagoglarining ilg'or tajribalarini ommalashtirish borasida ham bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, ommalashtirish.uz platformasiga viloyatimiz ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar tomonidan 3526 ta arizalar kelib tushgan. Mazkur arizalar markazning tajribali professor o'qituvchilari va fan metodistlari tomonidan baholandi va natijalari tizimga yuklandi. Ishlarni sifatli rasmiylashtirishga doir seminarlar va maslahatlar doimiy ravishda amalga oshirib kelinmoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlarida o'tkazilayotgan kasbiy rivojlanish tadbirlari sohaga tegishli huquqiy me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, pedagog xodimlarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish, pirovardida o'quvchi va tarbiyalanuvchilar sifatli ta'lim va tarbiya berishga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.